Kıymetli vaqtыңlarni ajratib bu namayish meydaniga qadam tashrif qildinglar. Allah ajrlar bersin, salomatlik, omadlar, barakatlar bo'lsin. Hammalarga yo'llariga nur yog'sin deymiz qarindoshlarimiz. Vatanning ichida bo'layotgan ahvolni biz 70 yilni yog'i qo'yib bilib turibmiz. Yaqinda 7-8 yilda og'irlashdi. Bularning 2 oy bu yanada vatanimizning G'ulja, Urumchi, Ko'rla va boshqa shaharlarni taqab xalqimizni uylarga so'lab ocharchilik, ya'ni tabiiy bo'lmagan ocharchilik shakllantirib, ona bolalarning, dadlarning, otalarning o'lishiga bevosita sabab bo'lgan razil kommunistik partiyasining tuzumini, noroziligimizni bildirish uchun bu maydonga to'planib turibmiz. Biz ovozsizlarning ovoz bo'lamiz deb chiqdik. Hargizmi paytdan foydalanib o'zimizni ko'rsatish yoki boshqa sabab emas. Hammamizning uyqusi, yegan tomoqlarimizda ham uyquda rohatlik yo'q. Hammamizning oromi buzilgan holatda. Demak, biz xalqimiz bilan har doim bir safda turamiz. Shunga bu yerga biz qimmatli vaqtimizni ajratib chiqib turibmiz. Mening bir shevitcha kichkina bayonot bor, shuni deb o'tsam. Kära politiker och kära svenska folket. Vi står här idag för att ni ska bli medvetna om vad som händer uigurer och andra etniska grupper i Östturkestan. Miljontals människor fängslades, torterades, avrättades av CCP-regimen under många år. Kvinnorna steriliserades, många mammor och pappor förlorade sina barn och släktingar utan att medvetna eller medvetna av CCP's regimen. Dear citizens and politicians of Sweden, we have gathered here today to inform you about the situation of the Uyghurs. In the beginning of August, China issued a zero-COVID policy, even though the approximate death rate due to COVID was less than 1,000 in the entire country. The CCP are using the zero-COVID policy as an excuse to lock Uyghurs in their own homes. They are not allowed out of their homes and can't even buy food for their families. There are many videos out there on the internet that proves that the situation the Uyghurs are in. There is a video where a father shows an empty refrigerator and his 3 young children who he says had not been able to eat anything for days. Another video shows a man who had starved to death, and the CCP didn't send anyone to help him until after his death. Pregnant women who went into labor were not allowed to go to the hospital to give birth, but had to suffer at home without access to a doctor, without access to food. The women who didn't make it to hospitals were not allowed to stay there, but when they tried to get back home, they were not allowed inside their own homes either. Stop the genocide! Stop the genocide! Stop the genocide! Stop killing Uyghurs! Stop killing Uyghurs! Stop killing Uyghurs! Stop killing Uyghurs! Stop the starvation! Stop the starvation! Stop the starvation! Stop the starvation! Shame on China! Shame
uigurer! Stoppa svälten! Stoppa svälten! Skam på Kina! Skam på Kina! Rädda uigurer! Rädda uigurer! Agera nu! Agera nu! Rädda barnen! Rädda barnen! Rädda barnen! Rädda barnen! Rädda kvinnorna! Rädda kvinnorna! Rädda kvinnorna! Rädda kvinnorna! Rättighet! 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 Jämlikhet! 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 It is genocide, not a COVID policy. It's the genocide, not a COVID policy. It is genocide, not a COVID policy. It's a genocide, not a COVID policy. Sverige agera! Sverige agera! Sverige agera! Sverige agera! Sverige agera! Sverige agera! Alla människor agera! Alla människor agera! Alla människor agera! Alla människor agera! Hej allihopa! Idag så har vi samlats här idag för att demonstrera mot Kinas pågående folkmord mot uigurer och andra turkiska folkgrupper i Östturkestan, som Kina kallar för Xinjiang. Xinjiang betyder egentligen det nya territoriet. Detta är inte acceptabelt. Flera miljoner uigurer och andra turkiska folkgrupper i Östturkestan har ingen frihet. De blir inslängda i koncentrationsläger, torterade och så vidare. Anledningarna till att man kan hamna i ett koncentrationsläger kan vara väldigt ologiska. Du kan bli inslängd i ett koncentrationsläger på grund av att du är uigur, pratar uiguriska eller till och med har skägg. Detta visar absolut ingen frihet. I lägren blir de hjärntvättade, torterade och kvinnorna blir utsatta för sexuella övergrepp av de kinesiska poliserna. Assalamu alaikum, aziz Uyg'ur xalqim. Men tunugünki bo'lgan ishlarni deb o'tay dedim. Biz Shvetsiya Uyg'ur birligi tashkiloti nomidan Ситоħхолۇмдىكى mechitlarga murojaat qildik. Tunugün Medboriya platsındaki cho'ng mechitda vatandagi janozasi tushirilmagan, vatandagi o'layotgan Uyg'ur qېرىنداشلىرىمىزغا beg'ishlanib Medboriya platsının mechitida tunugün juma namozida janoza namozi tushirildi va nurg'unlagan duolar qilindi. Medboriya platsının cho'ng imomi İmam Mahmud efendim bunundan keyin her cuma namazlarida Uyghur Müslümanları qېرىنداشلىرىمىz üçün dualar qılınıdı. Cenazesi düşürülmegen Uyghur qېرىنداشلىرىمىz üçün cenaze namazlarını ötküzülganligini atab o'tdi. Yani fakat Medboriya platsındaki meçit emas, Fitiyadaki cho'ng meçitdimi her cuma namazida Uyg'urlarga atab Qur'on talavat dualar qılınıdı. Cuma namazga berib qolganlar bo'lsa, ishtirok qilsanglar, ashadi ko'rishinglar mumkin. Buni bugun mashada hammalarga aytishni ma'qul ko'rdim va har biringizga ko'pdan ko'p rahmatimni aytaman. Vatan millat uchun fidokorlik qilib va qimmatli vaqtinglarni ajratib kelganinglar uchun ko'pdan ko'p rahmat. Namoyishlar mushuning bilan bugun bilan to'xtab qolmaydi. Hozirgi bizning vaziyatda har kuni namoyish qilsak, har kuni noroziligimizni bildirsek to'g'ri bo'ldi. Shunga Facebooklardan, WhatsApplardan e'lonlarni takip qilib turinglar. Namoyishlar to'xtab qolmaydi. Davomli 3 tashkilot bor, navbat bilan davomli namoyishlarni o'tkazib turamiz. Rahmat. Ko'p rahmat mayner qarindoshim. Hammalarga ko'p rahmat. Az qarindoshlar aytganimizdek, bu vatandagi zulmni anglashning yo'llari intayin ko'p. Namoyish, konferens tashkillash va barliq Facebook, WhatsApp gruppalardan, ya'ni Messenger, Instagram, Twitter qatorliq barliq medialardan foydalansak, ana Shvetsiya radio PA-dan firagacha Shvetsiya TV kanallari va jurnalistlar, muxbirlar tashkilotlar bilan svenska pan qatorliq yozarlar, organlar bilan birlashib Uyg'urlarning dard ahvolini
bir söz bo'lsa o'tirib chiqash bo'lsa intayin yaxshi bo'lgan unum ko'rsatgan bo'ladi. Chunki biz birsimiz so'zlasak million xalqning qo'liga ko'ziga chiqishi aniqla. Shunga har birsimiz bor imkoniyatimiz bilan vatanimizdagi xalqimizning dard ahvolini kecha kunduz anglashga tirishaylik aziz qېرىنداشلىرىمىز. Qo'limizdan nima kelsa shuni qilib boqaylik. Bu oxirgi umid, oxirgi fursat bo'lishi mumkin hammamiz uchun. Ko'p rahmat. Nail bolam rahmat. Keling. Shame on China! Shame on China! Save the Uyghurs! Save the Uyghurs! Save the Uyghurs! Save the Uyghurs! Act now! Act now! Act now! Act now! Save their children! Save the children! Save their children! Save the children! Stoppa folkmord! Stoppa folkmord! Sluta döda uigurer! Sluta döda uigurer! Sluta döda uigurer! Sluta döda uigurer! Qېرىنداشلار, bir 10 minutlik vaqt qapti. Şunun oxirida bir qattiq short olib o'tib, men keyin tilim qo'yim. Men ozaq svenskiy o'zimniki o'ylaganlarni deyishni muvaffaq berdim. Kära svenska folk och svenska politiker. Vi står här för att ni ska bli medveten. Ni ska vara medveten att vad som händer i Östturkestan mot uigurer. Kinesiska kommunistpartiet döda uigurer. Sluta döda uigurer! Sluta döda uigurer! Sluta döda uigurer! Kina är terrorist! Sluta döda uigurer! Sluta döda uigurer! Sverige agera! Nu! Sverige agera! Nu! Teşekkür ederiz. Yani aile boyunca kapaygan Şivsiya Uyghur Komitetininki azaları ve aile cemaatlerine çok rahmet. Muhabbet ailesine çok rahmet. Rahila, Kırsnayhada, Rızangıl ailesi, hem ailelerine. Ben ismini bilip bilmegen Şırak yakından koygan barlıq askerlerimizga rahmet deymiz. Allah ajrını kalsınızlarga yo'lsun askerlerimiz. Muşundaq vatanımız, halkımız nazuk, xatarlıq payti turmatıdı. Hemmimiz dualarımızda, her bir qadamlarımızdaki iş faaliyetlerimizde halkımızdan avaz bolaylı, mağallarının qadımı bolaylı, önün çıkaramağallarının avaz bolaylı. Şu vatanımız, halkımızın ahut, dadı, feryadı dünyanın her yerlerine yetsin. Hammalarga afirin rahmet deymiz. Namayişimiz vaqt münasebeti bilan mush yerda oxirlashadi. Hammalarga ko'p rahmat. Ko'p rahmat Nurgulum. Allah razı olsun. Qishtimi, Allah razı olsun. Balam ko'p rahmat. Voy, ismini masakanda taqalar. Yaxshi.